ota-onaga bugun siz Allohdan nimadir so'rayapsiz-ku, u bo'lmayapti. buyurib bo'lmasa kerak. Biling, Alloh sizni yaxshi ko'radi. Ona tayyorlagan taomni tanqid Sizni qilishni doim Allohga duo qilishingizni Alloh istayapti. Ota-onasini g'iybat qilgan odam Va biling birodar, bugun duolaringiz ba'zi birisi ijobat bo'lmayapti. Ota-onadan ko'ra xotinga xizmat qilishni qiyomatda Alloh berayotgan va sizga tayyorlab qo'ygan ajrlardan xursand bo'lasiz. Albatta ayolni hurmat qilish kerak, e'zozlash kerak. Shuning uchun birodar, birov bilan urushmang. Juda ham mohir bo'lish birov kerak. pulga, molga, mansabga bir narsaga talaysiz. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Siz berib yuboring. Siz berib yuborganingiz evaziga Alloh sizga qanchadan qancha ko'p narsa berishligini qiyomatda ko'ramiz. Shuning uchun kuyinmang. Siz uchun xafa bo'lmang. Ba'zi bir narsadan bugun qiyinchiligingiz yoki pulingizda, yoki badaningizda, yoki qalbingizda, yoki bir ishingizda bir muammo va u muammo bugun hal bo'lmayotgan bo'lsa, siz xafa bo'lmang. Birinchi navbatda ularga bo'lish kerak.